Hammasi ana shu kundan boshlandi. 4 ta oila birlashib, yangi yilni boshqa shtatda nishonlashga qaror qildik. Bu esa bizning oilamiz uchun Amerikaga kelgandan keyin ilk sayohatimiz bo'ldi. Chemodanlarni tayyorlab, 3 soatlik yo'lga otlandik va birinchi manzilimiz yangi yil uchun fejerverklar olish bo'ldi. Bunaqa pirotexnika sotiladigan magazinga meni ilk bor kirishim edi. Ko'pligini ko'rib hayratda qoldim. Va yo'limizni davom ettirdik. Yo'l-yo'lakay juda ham go'zal manzaralarga guvohi bo'ldik. Bizning yana bir manzilimiz Viskonsin shtatidagi shunaqa chang'i kompleksiga yetib keldik. Toza havo, oppoq qor, hamma yoqda chang'i uchgan bolalar, insonlar. Biz ham ularga havasimiz kelib, o'zimiz uchishni bilgan narsada uchishga qaror qildik. Va albatta, gulxan atrofida ham isinishga ulgurdik. Va bizga bolalar bilan hovli qulay deb hisoblab, ijaraga mana shunaqa chiroyli hovli olib, narsalarni joylashtirishni boshladik. Guvoh bo'lganingizdek, bozor o'char anchagina. 4 ta oila uchun 3 kunlik bozor o'char qilgandik. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu ro'zg'orligimiz bizga 3 kunga yetdimi? Kommentariyalarda o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Ikkinchi kun esa biz kutgan manzil Kalahari Resortga yetib keldik. Biz bu yerga ilk marotaba kelayotganimiz uchun bizni nimalar kutayotgani juda ham qiziqtirdi. Natija esa albatta o'zini oqladi. Kutganimizdan da yuqori darajada edi. Bolalar singari kattalarga ham juda ham qiziqarli bo'ldi. Qizig'i esa o'zimizni yangicha yo'nalishlarda ham sinab ko'rishga ulgurdik. Men esa o'zimni ilk marotaba surfingda sinab ko'rdim. Qanchalik darajada uddalaganimni esa siz kommentariyada yozib qoldiring. Buncha narsadan keyin yangi yil kutishga qanaqasiga ulgurdingizlar deb o'ylayotgan bo'lsangiz, biz hammasiga birgalikda ulgurdik. Mana shunaqa chiroyli dasturxon atrofida yangi yilni kutib olishga otlandik. Dasturxonimizga ham 1 dan 10 ballgacha baho berib o'tishingiz mumkin. Asosiy taom esa albatta shashliklar bo'ldi. Bunga bizga erkaklarimiz yordam berishdi. Yangi